بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بو يتنش درس وكتاب الحجنا بلوغ المرام كتاب الحج كتابنا بشنش حديثة والحافظ ابن حجر اتلكي باب وجوه الإحرام وصفته باب وجوه الإحرام وصفته أي من إحرامنا ترلر نولر وصفته أي كيفيات إحرامنا وش كيفيات. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أحل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه. برنج مسألة حديثنا تخريجه مو حديثنا إمام بخاري صحيح لرده وإمام مسلم صحيح لرده رواية قيان ona Urva ibn Zubayr yo'lidan isnodidan u kishi esa xolalari Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilganlar. Wal hadis muttafaqun alayh Buxoriy Muslim hadis bu. Hay sahih degani. Ikkinchi masala hadisni sharhi. Hadisni sharhi aytadiki Oysha radhiyallohu anha kharajna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam ama hajjatil wada. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vado hajjini yilida chiqdik. Buxoriy Muslimda rivoyat qilganki, bu qachon chiqqanlari, ay Zilqaydani 25-sanasida peshin namozdan keyin Zilqaydani 25-sanasida. Amu hajjatil wada, ay vado hajjini yilida. Bu qachon? 10-yil. Nima uchun hajjatul wada nomlangan? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ibodatda, bu hajda, bu marosimda nima qildilar? Ummatlar bilan xayrlashdilar. Ummatlar bilan, ashoblar bilan, musulmonlar bilan xayrlashdilar. O'shanga hajjatul wada deb nomlangan. Keyin aytdiki Aisha radhiyallohu anha faminna man ahalla bi umratin. Bu birinchi nusq. Ay kimdir umra bilan niyat qilgan. Bu yerda qasdima ahalla degani ay bu ovozni ko'tarishlik. Asl ovoz ko'tarilgan bu yerda ihrom. Ay ihrom kirdi. Qanaqa ihrom kirdi? Labbayk Allohumma umratan deb ovozni ko'targan holda umraga kirdi. Va bu degani ay tamattu degani. Va tamattu degani inson haj oylarida umra qiladi, keyin umradan tuga ihromdan chiqib, keyin 8-Zilhijja kuni yana qayta ihrom kirib, keyin haj qiladi. Mana bunga tamattu deyiladi. O'shanga faminna man ahalla biha umratin deganda ay kimdir nima qildi? Umrani, ya'ni niyat qildi, ay umra niyat qilib, keyin umradan chiqib haj qilishlik. Ay bu tamattu edi. Bu birinchi nusq. Wa minna man ahalla bi hajjin umratin. Ay kimdir jam qildi hajni umra. Bu nimaga ishora? Qironga. Bu ikkinchi nusq turlaridan biri. Ay qiron degani amalda xuddi ifrotga o'xshaydi. Lekin niyatda, ya'ni umrani niyat qiladi. Amallarda xuddi ifrot kabi qilinadi, lekin niyatda ichiga niyat umra ham kiradi. Undan keyin aytdilarki va minna man ahalla bi hajj va minna man ahalla bi hajj. Bu ifrot bu. Va kimdir faqat haj niyat qildi. Ay labbayk Allohumma hajjan dedi. Bu uchinchi nusq bu. Bu uchinchisi ay ifrot. Kimdir mufrid edi, kimdir mufrid edi. Va Oysha aytdilarki va ahalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bil hajj. Va ahalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bil hajj. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Haj bilan ya'ni ihrom kirdilar. Ay haj bilan ihrom kirdilar. Va zohir botda, ya'ni haj niyat qilganlarida nima tushuniladi? Bu Oysha so'zlaridan ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ifrot hajni qildilar. Qildi. U aslan xilof narsa. Ya'ni chunki biz bilamizki,
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiron qilganlar, ay hajni umraga yoki umrani hajga nima qilganlar, ay jam qilganlar va ya'ni kiritganlar. O'shanga Makka borganlaridan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga kim agar ifrotni qasd qilgan bo'lsa, ifrot faqat hajni o'zi niyat qilgan bo'lsa, buyurdilarki, hajni umraga aylantirishlikka. Keyin aytdilarki, "Laula anna ma'i hadi la ahlalt." Agar menda hadi bo'lganda mana xuddi shuni qilardim, lekin men qila olmayman-da. Hadi jonzotlarni o'zidan birga olib kelgandilar. Qurbonlikni o'shanga qila olmayman. Va bu ochiq oydin qironni dalolati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qironni dalolati. Ya'ni qiron hajini niyat qilgandilar. Va shu kabi boshqa hadis Buxoriyda Umar ibn Xattobdan hadis kelganki, dediki, Samiyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitdimki, Aqiq o'sha vodiysida atani layla ati min robbi, ay bir farishta kelib aytdiki, solli fi hadal vadi muborak. Ay mana bu Aqiq vodiysida muborak vodiyda namoz o'qinglar. Va qul umratun fi hajjatin. Va niyat qiling. Umra haj kirdi. Bu qiron degani bu. Hop, qanaqa tushunamiz? Oysha aytibdi, ahalla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bil haj. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hajni niyat qildiryaptilar. Javobi Al-Hafiz ibn Hajar bu Fathul Boriyda jam qilganlar aytdilarki, ay boshida shu niyat qildilar. Keyin nima qildilar? Umrani ham kiritdilar. Boshida faqat haj niyat qildilar. Oysha shuni ko'rib biz rivoyat qilganlar. Lekin keyinroq esa umrani hajga kiritdilar. O'shanga aytdilarki, mana bu jam mu'tamad, mana bu ishonchli jam, mana bu asl. Al-Hafiz ibn Hajar aytdik, mana bu to'g'ri jam bo'ladi. Qanaqa qilib buni hozir bir hadisda payg'ambar hajga niyat qilganlar, ikkinchi hadisda payg'ambar qiron niyat qilganlar. Qanaqa tushunamiz? Ay ishlarni o'sha hajni boshida hajni niyat qildilar. Keyin Allohdan buyruq kelgandan keyin umrani kiritishga umrani kiritdilar. Ay umra bilan haj bir vaqtda o'zida niyat qilib bu qiron deyiladi. Aynan qiron deb nomlanadi. Undan ketdilarki, Oysha va amma man ahalla va fa amma man ahalla bi umratin fahal. Ay kim agarda umra niyat qilgan bo'lsa, bu tamattu, fahalla. Ay umradan chiqdi. Ya'ni ihrom chiqdi Makka borgandan keyin. Va amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al-hajj wal umrata falam yahillu hatta kan yawm an-nahr. Amma kim agarda mufrid bo'lgan bo'lsa yoki haj bilan umrani jam qilgan bo'lsa, ay qiron bo'lsa, qachon bular ihromdan chiqishdi? Yawm an-nahr, ay 10-Zulhijjada. Lekin Al-Hafiz ibn Hajar ya'ni tasarruflar bu yerda g'arib. Nima uchun? Chunki Buxoriy Muslimda bundan ko'ra kengroq tafsil qilingan rivoyat bor edi. O'sha rivoyatda olmasdan shu rivoyat olganlari ishlari tasarruflari g'arib. Chunki Buxoriy Muslim boshqa rivoyat kelgan, o'tda hadi, ay qurbonlik haqida ziyodasi bilan kelgan. Al-Hafiz ibn Hajar qurbonlik zikr qilmagan ziyoda o'sha yoki qurbonlik zikri kelmagan o'sha rivoyatni zikr qilganlar. Bu muxtasar rivoyat hisoblanadi. Chunki Buxoriy Muslim ham boshqa rivoyat kelgan, ay o'sha ma'nosi kim agarda o'z bilan qurbonlik qilgan bo'lsa, ular nima qilishmadi, hattoki 10-kuni Zulhijja kuni kelmaguncha ihromdan chiqishmadi. Va kim agarda kim agarda qurbonlik o'z bilan birga olib kelmagan bo'lsa, Makka kelishganda umra nusklarni, ay hajlarni umraga aylantirdi. Shunaqa rivoyat kelgan. Lekin Hafiz ibn Hajar bu rivoyat zikr qilmadi. Mana bu rivoyat kengroq batafsil qilgan rivoyat. Ya'ni Hafiz ibn Hajar bu rivoyat zikr qilish kerak edi, lekin nima uchun zikr qildi? Qilmadilar, Alloh alam. Chunki bu yerda hozir zikr qilingan rivoyat bu qisqa rivoyat bu. Kim agar umraga kelgan bo'lsa, ihromdan chiqdi. Kim agar haj bilan haj qilgan bo'lsa yoki umra faqat umra bilan haj qilgan bo'lsa, ihromdan chiqmadi. Deb o'sha 10-kun faqat chiqishdi. O'sha ya'ni haj bilan umrada jam qilgan hajni faqat yawmun nahr. Mana bundan ko'ra hozir zikr qilgan rivoyat, bu kengroq edi. Chunki u yerda qurbonlikni zikr qilingan va ular Makka kelganda hajlarini umraga aylantirganlari, bular hammasi albatta tafsili kengroq edi, foydasi ham ko'proq edi. Lekin
alloh alam. Man bir bilmadim nima uchun al-Hafiz ibn Hajar bu rivoyatni zikr qilmasdan, balkim undan ko'ra muxtasar rivoyatni zikr qildilar. Keyingi masala bu hadisni dalolati. Hadis dalolati mana bu 3 ta nusuk. 3 ta yoki hajni 3 navi, 3 turi hammasi qilishlik joizdir. Tamattu val qiron val ifrod hammasini qilishlik la haraja fihi joizdir. Val xilof nimada? Afzallikda. Qaysi biri afzal? O'shanda bir xilof bor. Ammo uchtasida ham, uchalasi ham ruxsat berilgan va uchalasi ham shariatda bordir. Va afzali albatta tamattudir. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka borganlaridan keyin hadis Buxoriy Muslimda kelgan, Makka borganlarida aytdilarki, man kana minkum ahda fa innahu la yahillu li shay haruma minhu hatta yaqdi hajjata. Yaqdi hajjahu. Kim agarda o'zi bilan qurbonlik olib kelgan bo'lsa, toki hajjini tugatmaguncha, ya'ni la yahillu li shay, ihromdan chiqmaydi. Va man lam yakun ahda falyatuf bil bayt va bis safa wal marwati wal yuqassir wal yahlul thumma liyuhilla bil hajj. Kim agarda o'zi bilan qurbonlik olib kelmagan bo'lsa, Ka'bani tavofini qilsin, Safa Marvada sa'i qilsin va chochini qisqartirsin, keyin chiqsin ihromdan. Bu umra. Summa liyuhilla bil hajj. Va 8-kun Zilhijjada nima qiladi? Hajga niyat qiladi. Bu umrani, o'sha tamattun umrasi. Bu buyruq, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin bu istihbob, bu buyruq, bu vojib emas, lekin istihbob. Jumhur mazhabida istihbob. Ba'zi olimlar Ibn Hazm aytganlar vojib degan, lekin jamaahir olimlar Shofiylar, Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylarda bu mustahab. Ay inson umrani ichida tamattu qilishligi bu mustahab, afzal. Bu afzaldir. Demak, mana bu 3 ta navi al-qiron, al-ifrot val qiron va tamattu hammasi shariatda bor, bular joizdir. Lekin kim agarda afzalidan ajrini ko'pini qilmoqchi bo'lsa, tamattuga yoki tamattu qilsin. Keyingi masala bu yangi bob, bu ihrom bobi. O'shanga al-Hafiz ibn Hajar aytdiki, babul ihrom va ma yata'allaqu bihi. Babul ihrom va ma yata'allaqu bihi. Ay ihrom bobi mavzusi va o'shanga taalluqli mavzular, bog'liq mavzular. Al-ihrom degani bir haromga, ya'ni harom qilingan narsaga kirishlik. Ahroma degani ay o'ziga harom bo'lgan narsani halol bo'lgan narsani harom qilishlik. O bu yerda nima aloqasi bor ekan? Ya'ni inson hoji o'ziga harom bo'lgan, oldin halol bo'lgan narsani ihrom qilgandan keyin o'ziga harom bo'ladi. Nikoh qilishlik, xushbo'y hidlarni sepishlik yoki kiyim kiyishlik yoki tirnog'ini olishlik, bular hammasi aslida halol edi. Lekin umraga kirgandan, ihrom qilgandan keyin hammasi unga harom bo'ladi. Ammo shar'iy ma'nosi bu yoki hajda kirishlikka niyat qilishlik yoki umrataga yoki birga hajni umraga. Mana bunga shar'iy ma'nosi ihrom deyiladi. Va bu yerda muhim masala bor. Ya'ni bir narsa ahamiyat berish kerak. Ihrom kiyishlik bu ihrom emas, bu hisoblanmaydi. Ihrom kirishlik niyat. Ihrom kirishlik bu ihrom libosini kiyishlik, bu tayyorgarlik bu. Lekin ihrom degan bu yerda niyat qilishlik. Va bir inson agarda ihrom kiymasdan niyat qilsa, unga ihrom kirgan hisoblanadi. Va asl niyat qilishlikda istisno, niyat qilishlikda haj bilan umrada talaffuz qilishlik bu istisnodir. Bima'na bu mashru'dir. Asl niyat qalbda bo'ladi. Namozda, ro'zada inson niyat qilmoqchi bo'lsa qalbidan o'tadi yoki qalbidan qiladi. Ammo haj bilan umrada talaffuz qilishligi mana bu mashru'da ijro qilingan. Xo'p, kimdir aytishi mumkin, nima uchun? Nega bu gaplarni gapiryapsiz? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam talaffuz qilganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam talaffuz qilgan. Shunga kim agarda tamattu niyat qilgan bo'lsa, aytadiki labbayk Allohumma umratan la riya fiha va la sum'a. Bu sobit bu. Yoki labbayk umratan sen bo'ladi, qisqa ixtisor holda.
Kim agar faqat ifrot qilmoqchi bo'lsa, labbayk Allohumma hajjan deydi. Ammo ba'zi o'sha ko'p odamlardan eshitiladi, niyat qildim umraga kirishlik, Allohumma menga yengil qilgin, mendan qabul qilgin, san eshituvchi, biluvchi zotsan. Bular hammasi bid'at narsalar. Bunaqa gaplarni gapirishlik shariatda yo'qdir, balkim musulmondan talab qilingan narsa ittibo qilishlik va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ta'kidlaganlar, aytganlarki, lita'khudu anni manasikakum, ay mandan hajlaringizni olinglar, hajlaringizni mandan olinglar. Bu hadis sahih Muslimda. Chunki musulmon nima qiladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ittibo qiladi. Payg'ambar sollallohu haj qilganlardek haj qiladi yoki mana bu nusukni yoki haj umrani qiladi. Va bu narsa yo'q narsa, balkim mashru' bo'lgan narsa. Labbayk Allohumma umratan deydi. Shu bilan inshaalloh ihromga kirgan hisoblanadi. Undan keyin Al-Hafiz ibn Hajar aytdiki, bu 16-hadis, an ibn Umar radhiyallohu anhu qol, ma ahalla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam illa min indi masjid. Illa min indil masjid. Muttafaqun alayh. Dediki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ibn Umar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidni oldidan ihromga kirdilar, ihrom niyat qildilar. Ihromga kirib niyat qildilar, yoki ihromga kirdilar niyat qilib. Hadis muttafaqun alayh. Bu yerda Al-Hafiz ibn Hajar hadisni to'liq zikr qilmadilar, balki bunda faqatgina o'sha bir qisqa bir kerakli joyini olib qolganini zikr qilmadilar. Va lafzi, komil lafzi hadis buni Solim ibn Abdullah o'z otalaridan Abdulloh ibn Umar rivoyatlari aytadiki, otamdan eshitdim ketishlarini, bayda ukum hadihi allati takzibuna ala rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fiha ma ahalla rasululloh sallallohu alayhi vasallam illa min indil masjid. Ya'ni Zulhulayfa. Ay bayda ukum ay bo'shliq. Chunki ba'zi aytdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidda olmos, masjiddan chiqqandan keyin bir bo'shliqda ihrom kirdilar. O'shandaki bayda ukum, mana bu gap hozirlar da'vo qilayotgan takzibuna rasululloh sallam, payg'ambarga iftiro qilayotgan, payg'ambarga qilmagan ishni unga nisbat berib gapirayotgan gaplaringiz, bu deyapti, bu yolg'on demoqchilar. Keyin ma ahalla rasululloh sallam illa min indil masjid. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ihromga qatdan kirdilar, qatniyat qildilar Zulhulayfa masjidini oldidan. Hozir mashhur ma'ruf bo'lgan Masjid Abiyaru Ali. Ay Ali quduqlarini masjidi, o'sha mashhur hozirgi shunday aytiladi, odamlar orasida mashhur bo'lgan shunday atalgan. Al-muhim Zulhulayfa miqotli masjiddan o'shandan oldidan ihromga kirdim etdilar. Hadis ikkinchi masala, hadis dalolati ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Zulhulayfa masjidini oldida ihromga kirdilar. Ihrom kirdilar. Va bu yerda Ibn Umar raddiya berdi. Kimga? Kim agar aytgan bo'lsa, bayda degan joyda o'sha bir bo'shliqda masjid chiqqandan keyin o'sha bo'shliq, Makka yurib ketishda o'sha bo'shliq bor. Hozir uni yo'q ketgan, lekin oldin shunday bir bo'shliq bo'lardi. Sahro joy bor edi. O'shadan umraga, o'shadan ihromga kirmoqchilar. Ya'ni o'sha o'tda kirmasdan, ya'ni o'sha bayda degan kirmasdan masjiddan oldin kirdi dedilar. Lekin Abdulloh ibn Umarda yana bitta hadis kelgan. Hadis u ham Buxoriy Muslimda. Aytdilarki, ahalla nabiy sollallohu alayhi vasallam hina istawat bihi rohiyatu qoimatan. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjiddan tashqariga chiqib va tuyaga minganlaridan keyin, tuya turgandan keyin niyat qildilar. Xo'p, qanaqa tushunamiz buni? Qanaqa qilamiz, tushunamiz. Birinchisida masjidda oldi, ikkinchisida tuyaning ustida. Al-Hafiz ibn Kasir aytdiki, la munafata baynahuma. Ishkol yo'q, muammo yo'q. U degani masjidda oldida tuyaga minganlaridan keyin ihrom kirdilar. Shu ma'nosi. Masjidda oldida tuyaga minganlaridan keyin niyat qildilar. Ay labbayk Allohumma hajjan va umratan dedilar. Labbayk Allohumma hajjan va umratan dedilar. Va bu afzal, bu afzal inson nima qilishligi, ay moshinaga, biz zamonda endi moshinaga mingandan keyin
niyat qilishlik, butun o'sha ishdan tugatgandan keyin, g'usl qilib olgandan keyin, xushbo'y hidlarni sepgandan keyin boshida o'tirgandan keyin niyat qilishligi, mana bu inshaalloh afzaldir. Mana bu afzaldir, chunki inson bir narsani esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Va insonga ruxsat beriladi, modom miqotdan oldin, miqotga yetmasdan oldin, ya'ni miqotgacha xohlagan joydan ihrom qilishligi. Xohlasa moshinaga o'tirib, xohlasa ihromni kiyib mehmonxonada, xohlasa uyida ihromni kiyib kirishligi, mana bu nima qilishligi. Lekin agarda imkon bo'lsa, esdan chiqmasa, afzal miqotga kelganda niyat qilishligi, mana bu afzal. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar faqat afzalni qiladi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam niyatlarini uylarda qilmadilar, hujralarda qilmadilar, balki miqotdan oldin qildilar. Lekin miqotdan oldin la haraj, joiz bu, muammo emas. Bir inson ihromni uyda qilsa, niyat qilib, ihromni kiyib niyat qilishligi yoki mehmonxonada, bu la haraja fihi. Bunda faqatgina hozir bo'lgan xilof afzallikda, qaysi bir afzal. Va afzal nima degani, bir inson ihromga kirib va agar mabodo va shu shartlar esdan chiqmaydigan bo'lsa, miqotdan oldin labbayk Allohumma, agar tamattu bo'lsa, umratan deyishligi, bu inshaalloh biiznillah savobi, ajri ko'p bo'ladi. Vallohu ta'ala alam. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Valhamdulillahi robbil alamin.